Bugun men birinchi marta uyg'urcha lavmon qilaman. Bilmaydiganlar birgalashib o'rganamiz. Go'shtni shunaqa lahm joyini shunaqa yuqa qilib, pare qilib hammasini to'g'rab olamiz. Ketidan piyozlarimizni kattaroq shaklda mana shunaqa qilib to'g'rab chiqamiz. Qizib turgan yog'ga to'ralgan go'shtlarimizni solib, bitta aylantirib qovurib, ustidan piyoz solamiz. Piyozlarimiz ham yaxshilab qovurilib, saltirlarang bo'lgandan keyin maxsus lavmonni o'zini pripravasini ishlatamiz. Albatta ozgina tuz solib, qovurishda davom etamiz. Tayyor pripravamizni hidlari shunaqangi chiqadi. Ozgina soya solib, yana bitta qovurib, ketidan suv solib, ustini yopib, dimlab qo'yamiz. Go'shtlarimiz pishguncha Xitoy rediskasini shunaqa shaklda to'g'raymiz. Chesnoklarni ham kattaroq qilib, pare qilib to'g'rab. Bizga svetofor bolgarskiy kerak bo'ladi. Bolgarskiyni ham mana shunaqa katta shaklda to'g'rab olamiz. Qizil, yashil va sariq bolgarskiy. Xohlasanglar sariq solmasanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning produktingizga qaraysiz. Ayimizning asosiy sirlaridan bittasi mahsulotlar yirik holda to'g'raladi. Ketidan bansay karom faqat o'zigini to'g'rab olamiz, chetidagi yumshoq baylarni olib tashlaymiz. Janduni ham shunaqa katta shaklda to'g'rab olamiz. Ketidan seldirni mana shunaqa qalin tomonini to'g'rab olamiz, faqat maydaroq. Baylarini bo'lsa shunaqa ajratib oldim va kattaroq qilib to'g'radim. Mahsulotlarimizning hammasini tayyor qilib to'g'rab oldim. Endi go'shtimizdan xabar olamiz. Go'shtimiz ham уже pishib qoldi. Olovni baland qilib ko'tarib, rediskani solamiz. Ketidan sirazu seldir bilan jandu sovoramiz. Bu mahsulotlarni ozgina qovurib olamiz. Qovurilgandan keyin karom bilan chesnok sovoramiz. Uni ham yaxshilab bitta-ikkita qovurib olamiz. Mahsulotlarni unaqa qovurib olmaymiz. Bitta-ikkita aylantirib, mana bolgarskiyni ham soldim. Uni ham 1-2 marta shunday aylantirib, tuz sepib, sayimiz sal quyuqlashishi uchun bir qoshiq un solamiz. Uni ham bitta aylantirgandan keyin pomidor solish esimdan chiqqani esimga tushib qoldi. Ko'p qovurmaymiz, bitta aylantiramiz, bo'ldi. Shu bilan o'zimizga kerakli miqdorda suv solamiz. Suv solingandan keyin seldir baylarini solamiz, bitta qaynab chiqadi va shu bilan sayimiz tayyor. Tigini o'chirib qo'yamiz ustini yopib. Men lavmonni xamirini cho'zishni bilmayman, to'g'risi bir marta qilib ko'rganman, o'xshamadi. Shu bilan qaytib qilib ko'rmadim. Mana shu xamirni maqtashda korzinkada sotilar ekan, juda ham o'zimga ham haqiqatan yoqdi mazasi. Xamirimizni tayyor qilib olib, ustidan saylarni qo'yib, mana shunaqa chiroyli podachalar bilan tortamiz. Juda ham chiroyli va shirin chiqdi.